Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 12-soniga hoş geldinglar. Bugungi programmamizga biz yana Mehmet'in Ala efendimni taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Biz oldin qatim ziyolilar to'g'risida parang qilib, buningki oxirine chiqmagan. Bugun mushu temani oxirlashtirildi deb o'yladik. Yaponlik dаңlıq samuray, filosof ve yazgıcı Miyamoto Musashi mundaq deydi. Haqiqat senin özün xalab o'ylaganingdek bo'lmaydi. Bu asli qanday bo'lsa shundoq. Sen onunğa bo'ysunsan yoki yolg'on ichida yashaysan deydi. Biz haqiqat ustida so'zlashyapmiz, ziyolilar ustida so'zlashyapmiz. Bugun aytgan men ishqi borg'ichi bo'lgan orliqda sizningki özünün yığıda özünün göçünü koruş degan bir videongizni anladım. Yangi chiqarib chiqasiz. Dal ziyoli degan dal shunda millat ehtiyoj qilayotgan temada so'z qiladi va haqiqatni o'z xalqiga yetkazadi. Bu pek yaxshi tem bo'pti, yaxshi mazmunlarni angladik. Hamda biz temaning o'ziga kelaylik. Siz yaqinda nashr qilingan O'ylashingdek yashaysan nomli kitobingizning beshidagi nevropsixologiyalik tajriba haqidagi bayonlarga men qiziqib qoldim buningga. Keyingi chog'larda ommaviy matbuotlarda tarixiy shaxslarga burundan muqimlashgan baholarning aksicha baho berilgan ahvollar ko'rildi. Bu baholar dalillar bilan ta'minlandi. Shunday bo'lishiga qaramay, burungi baholarga ishonuvchilar yanada qarashlarda tushuntirishdi. Gerçi hech qanday dalil bo'lmasin. Bu xil ahvolni nevropsixologiyalik analiz qilib bera olamsiz? Masalan, Ahmadjon Qosimning qahramonligi, doirligi dalilsiz. Uning jumuriyatni satqanligi, munofiqligi dalili 11 bitim. Men bu ahvolni yilqi O'zbekning Germaniyada to'gi yo'qligi haqidagi aniq uchurdan keyinmi yanala uzil kesil holda to'gi yo'q demasdan var yoki barliq ehtimolini qurib chiqishga o'xshatdim. Bu o'xshatishim to'g'ri bo'lsa, Uyg'urlarning dalillariga qoyil bo'lmasdan o'zining burundan kelayotgan bahosidan voz kechmasligini shu usul bilan tushuntirib bo'larmikin deb o'ylayman. Shunaqa bo'ldi. Bek yaxshi savol ham murakkab savol bu. Birinchisi men o'zim parchalab javob beray buningga. Bir necha nuqtalar bor ekan buning ichida. Birincisi haqiqat to'g'risidagi shu yaponiyalik samuray va psixolog kishininki so'zida albatta masalan biz ziyolilarni haqiqat izlaguvchi, haqiqatni so'zlaguvchi, haqiqat uchun turg'uchi va haqiqat uchun qurbonlik berguvchi shaxslar sifatida ko'ramiz. Eng oddiysi bir tabiiy fan olimini misolga olsak yoki bir matematik hisobga olsak, misol birga birini qo'shsak her qandaq vaqtda, her qandaq bir davrda, her qandaq bir xaqonning yoki bir faqirning oldida 2 bo'lganda, o kekeshlab birga birini qo'sa 3 desa bo'lmaydi. Haqiqat uchun turmagan bo'ladi, haqiqatga osiylik qilgan bo'ladi. Shu ilm fanda aks etgan bu haqiqat qarashi ziyolilarningki boshqa sohalardami aks etish kerak deb qaraymiz. Uning ustiga ziyolilarning ko'p qismi ilm fan bilan shug'ullanguncha, mayli u tabiiy fanda bo'lsin yoki ijtimoiy fanda bo'lsin yoki ilohiyatshunaslikda bo'lsin, hammasida bir haqiqat uchun izlanilgan bir hayotni ko'ra olamiz. Shu sababdan haqiqatga sahib chiqmaslik yoki haqiqatni ko'rsimi sukut qilib olish yoki haqiqatga qurbonlik bermaslik qatorliqlarning hammasi ziyolilikqa xos bo'lmagan, yot bo'lgan qilmishlar turiga kirdi. Bu jihatda men shunda qarayman. Hamda ikkinchi bu savolning asli yana bir savol, hamda shu meningki yaqinda nashr qilingan ash kitobimda, masalan, O'ylashingdek yashaysan degan kitobda buni aytib muhim bir uchurlar bor. Men bu kitob to'g'risida hech qanday bir inkasni olmadim. Tunji qatim savolni ko'rdim, ham xush bo'ldim. Albatta bu kitobning kimi o kadar qadrlanmaydiganligini men bilatdim yozgan vaqtim. Chunki birisi sal o'zi ilmiy asar bo'lsa, sal zerikishlik yerlarimi bor, ammo tafakkurga oid gap, qisqacha desam. Bunun da dersipede ben şu nevropsixologiya alimi sobiq Sovet İttifaqı'nınki Luria degan bir meşhur bir nevropsixologninki 1930 yilları O'zbekistondagi
Jiroq yezillarda olib borgan dala tashkilotini asos qilgan. Bu orqali sanoatlashdan burungi jamiyatlar, masalan, dehqonchilik, chorvachilik jamiyatlari bilan sanoatlashgandan keyingi jamiyatlardagi kishilarningki fikr qilishida, tafakkurda qanday o'xshashmasliklarning bog'liqligi to'g'risida bek cho'nqur tadqiqotlar bo'lgan. Bu tadqiqotlarning birisi, hamda oddiy desam, bu Loriya xuddi savolda deyilganidek, dehqonlardan bunday bir oddiy savol so'raydi. Masalan, Germaniyaning hech yerida tugi yo'q. Myunxen Germaniyada. Unda bo'lsa Myunxenda tugi bormi deb so'raydi. Shuningdek, bunga javob berayotganlar ko'pincha ehtimol tugi bo'lishi mumkin. U yerda qozoq bilan qirg'iz o'qib tugi bo'lishi mumkin. O'gandek taqqa zanjiralqa javoblarni beradi-da. Oxirisi bu savol so'rg'uchi sal rallolab savol so'rg'uchiga dedi. Ben dedim bu Germaniyaning hech yerda tugi yo'q. Myunxen Germaniyaning bir shahar mı desa dedi. Unda bo'lsa shu Germaniyaning ishlik bo'lgan bu shaharda tugi bo'lamdi, bo'lmamdi desa, u yana gap yo'rg'ildi bu yerda. Paketni oldiga tashlab turibsizmi-da? Sonra axir xato javob berdi-ku hamda. Uning ustiga ba'zilari gapdonlik qilib, u yerda ehtimol tugi bo'lishi mumkin. Men berib boqmagan, men ko'rmagan, lekin men ko'msam lekin tugi bo'lishi mumkin degandek danqamputi gap bilan javob berdi. Demak, cho'g'unim bu yerda Loriya Özbeklarninki tafakkur'dagi bu xil qalaymiqonchilikdan qattiq vayim yeydi. Bu yerda aning da'vatini tafakkur'dagi qalaymiqonchilik hodisasi. Men bu kitobda buni logikalik nuqtadan chiqib turib tafsili analiz qilgan. Bunda deyishimning sababi, men yana bir qadam oqimga qaytay. Men ilgari Uyg'urlarning mag'lub bo'lishini, tarixdagi mag'lubiyatlarni psixologiyalik jihatga pishib ketilmaslik va psixik jihatga ba'zi masalalarga aloqadarmiki deb bu jihatda tadqiqotni elib berib, oxirisi Uyg'urlar psixologiyalik urushlar degan kitobni yozib chiqqan. Keyin men u kitob 2017-yilda tutdi nashr qilindi qatorliqlar. Keyin men bu qarshimlikka uzun kesil to'g'ri emasligini, yetersizligini his qildim. Abadiy o'qi ziyoli haqiqatni haqiqat topgan vaqtimizda toki hamda o'zimiz haqiqat deb qaragandan topqishcha izdirimiz, to'xtamaymiz-da. Men o'zimninki qarshimlikka to'liq amaliyotga uyg'un emasligini his qilgandan keyin bir qadam ilgirlab, oxirisi Uyg'urlarning mag'lub bo'lishining sabablarininki asos, ya'ni tafakkurdagi qalaymiqonchilikqa mujassamladim. Mayli biz liderlerimizden alaylı, mayli biz başkalardan alaylı, bu yerda bir tafakkurda bir xil qalaymiqonchilik. Men bunga bir misol keltirayim. Bir necha tarixda bir necha voqealar bo'lgan, buning ichida bir andiz bor. Ya'ni Seyit Nochi o'zining o'lim xatini Qashqarning do'tiga etkiladi. Ya'ni o'rdaga keladi, o'rdada qatl qilindi. Temir Xalifa shunday bo'ldi. Shundaqqa Xo'janiyaz hojim shunday bo'ldi. Bugün biz ismini zikr qilayotgan Ahmadjon Qosimov shunday bo'ldi. Beyjingga qo'yildi, Beyjingda boqqacha ya yerim yo'lda o'ldirildi, ya keyingi ba'zi shohidlarning deyishicha Qozog'istonda uzun yillar turmada yotqizildi qatorliqlar. Ana undan keyinchi 49dan keyinchi degan vaqtimizda yana nurg'unlar odamlar, masalan biz vatanda deydik-ku, yuqoriga domultib vayron qilish deydigan ba'zi yaxshi ishlagan Uyg'ur kadrlarning yaxshi ishlaganini biz nisbiylaymiz-ku. Yaxshi ishlagan Uyg'ur kadrlarimi markazga o'tkazish orqali ro'ysundirilib, asosan ovoz o'chirilgan. Oxirgi qitim bag'ini Abduqodir Jaloliddin. Uning yanarim yo'q degan she'rini ko'rdik. Endi Abduqodir Jaloliddinninki vatanga qaytish boshqalarga o'xshamaydi. Uningki shaxsiy qarori bo'lishi mumkin deb qarayman. U bir siyosiy jihatda o'rdaga chaqirilmaydi u. Garchi uningga Turkiyadagi va boshqalarga nurg'unlagan shaxslar vatanga bormaslik to'g'risida, qaytmaslik to'g'risida nurg'unlagan nasihatlarni qilsa, oxiri qaytib keyin mening anglag'animda 2018-yilda Shiyandagi bir oliy maktabdagi Uyg'ur o'quvchilar bir oliy maktabga Abduqodir Jaloliddin yalqiroz ishkisi olib qiyg'a ishtirga tövbe qildirilib ekan bu. Shu chaqda bir o'quvchininki o'zini o'ltirib olg'is kelganligini Uyg'ur o'quvchininki shu kuni ishladida. Mushunda bo'lgan. Demak, men bu misolni elishimda Abduqodir Jaloliddinni buning sen chiqarib turman. Misolni elishimning asosiy sabab dushman bilan do'st hukumidagi mujmallik mana bu narsani keltirib chiqargan deb qarayman. Bundaq deyishimning sababi düşman hukumi, masalan biz Germaniyaning dangliq siyosat falsafachisi Karl Schmittning gapiga kelsak, düşman hukumi siyosatning onasi.
siyaset bilen şug'ullanaman deydigan bir odam dushman hukumini bilish kerak. Dushman hukumining asosiy nimasi bizga qarshi bo'lgan, manfaatimizga zid bo'lgan yoki manfaatimizni qarshi turadigan, bizni vayron qilishni ko'zlaydigan shaxs, guruhga yoki bir davlatni biz dushman deymiz. Endi buni yana bir xil desak, dushman bizga hech qanday yaxshilik kelmaydigan odam qilmish ideya yoki bir davlatni ko'rsatadi. Aqalli bir savod bu-da. Endi biz dushmandan umid kutsak yoki dushmanga ishonsak, bu vaqtda chatoq chiqadi. Albatta, dushman hukm o'zgarib turadi. Xuddi Churchill degandek, mangulik do'st bo'lmagandek, mangulik raqib bo'lmaydi degandek. Ammo ma'lum vaqtda kimiki bizning dushmanimiz bo'ladi ekan, uningga ishonishga va uningdan rahm shafqat kutishga yoki uning bilan do'st bo'lishga urinishning hammasi o'ziga dushman bo'lishdan alohida. Masalan, Seyit Nochininki o'zining dushmanlariga bo'lgan ishonchiga qarang. Temir Xalifa bilan Xo'janaz Hoji shu dushman bilan ilishgan ayni vaqtda. Ammo o'xshash dushmanninki nimasiga, tavsiyasiga va ularning chaqirishiga ma'qul deb o'rdiga chaqirildi, o'rdi qatl qilindi. Ahmadjon Qosimning cho'ng farq qilib ketmaydi. Ammo Ahmadjon Qosimga o'xshamaydigan bir yeri uningda Sovet ittifoqininki nimasi bor, besimi bor, qatorliqda. Anadan boshqalar. Demek bu yerning hammasida biz bir nuqtani ko'ramiz. Bu yerda dushman hukumidagi mujmallik, murassasizlik va dushman bilan do'stni ayirolmaslik yoki bu yerdagi mujmallik qatorliqlarda biz nurg'un jihatli bayram bo'lgan. Biz Xitoyninki tarix kitoblarini qarasak, mayli qadimgisi qarayli, mayli hozirgisi qarayli, hammasida shimoldagi va g'arbdagi millatlar yavoyi va dushman ustida qaraldi. Ta hozirgacha. Xitoyning dushman qarashi ta hozircha o'zgarmadi bizga. Buningdan kim o'zgarmaydi. Nima uchun? Chunki Xitoyning qarashida o'zi bo'lmagandan hammasi yot bo'ladi, yot bo'lgandan ko'ngli yot bo'ladi, ko'ngli yot bo'lgan dushman bo'ladi. Oddiy desak. Bizga unda gap yo'q. Bu dushmanlar siyosiy jihatdan bilmasak mayli turib tursin, siyosiy jihatdan turib tursin, diniy jihatdan bizdan yot, bizga yot amaliyotda. Musulmon emas. Ya'ni biz bilan qalbi bir emas, iymoni bir emas. Yaratquchisi bilinmez bizden. Muş ahvollarda turib, yana ashlarga ishonishning o'zi bu siyosiy jihatdagi hamoqatlik bo'lsin mayli-de, ammo bir millatning halokatini barliq keltirgan omillarning birisi. Bir liderninki xato qarshi o'zidan kelsa, nima deyman? O'zidan kelsa pek yaxshi edi. Ammo u lider bo'lgandan keyin uning qarori bizga ta'sir ko'rsatadi. Oxirgi savol keladi, buning bu savolning oxirgi qismi. Endi nurg'unlagan paketlar tursa, yana ma ergashganlar uni davosga nemishqa o'zininki birsi shu liderlikdan shu o'ztikli olgan shu ma'budqa, ya'ni ma'bud siman shu liderdan ayrilib qilishdan qo'rqish. Shunga uni janjat bilan qo'g'dash. Anadan u lider o'zining judadan chiqib qolsa, uni butun kuchi bilan tiklash. Jutlar bo'yicha paket qilib qilmaslik. Anadan yana bir jihatdan cho'digan vaqtda insonda o'zi ishlayotgan bir narsaninki xomxiyol, yolg'on yoki saxt ekanligini oshkorlab qo'ysa, ajoyib bir azob bo'ladi bunda. Shuning bilan uni amalga qo'yadigan gap. O'zining xomxiyolininki barbod bo'lib ketmasligi. Bu orqali o'zining kallasida zo'r bir zilzillab o'zininki ba'zi chog'da barbod bo'lib ketmaslik oldini uchun haqiqatga ko'z yumalaydi. Men yana bir misol keltiray. Bu Ürümçide olgan gapda bu Tursun Erşidin deydigan bir yozuvchi bir akamiz vardı. 95-yilmi bizningki men shu xalq nashriyat ishlab vaqtimizda bizning ishxonamizga kelib Lutfullah Mutallibni maqtadida. Shu yerda men bu odam bilan munozara qilgan. Lutfullah Mutallib satqin degan men shu chaqda ishxonada bir 3 odam bor edi shu chaqda. Chunki uning jungo degan she'rlarini o'qisangiz yo'q qilasiz masalan. O chaq men bu qadar ich deganmagan o gapni, ammo satqin deb turgandim. O adam uni tadqiq qilgan adam ekan. Şu bir kitap için mi keptiken, şu bizden neşirat şu vaqtida. Ben paket ko'rsetsem onu magan şu çağda. Ben tunji qatam hayatımda paket qilib pisand qilmaslikning qanchalik bir qo'rqinch kelgan şu yerda his qilgandim-da. Uningdan keyin bu Ahmadjon Qosim abay deb ketdik. 11 bitimning imzolanishi Uyg'ur 20 asr Uyg'ur siyosiy tarixidagi eng chong mag'lubiyatlarning birisi deyishga bo'ladi. Mushunda bir ishda boshchilik qilgan va mushunda ishda arsinmagan va xalqni mushunda bir ishning oqo'tiga boshlab
Ahisi bizning mushkillik kelishimizdan bir sabab shu 11 bitimdan boshlanadi deb qarashga bo'ladi. Boshqalar uni Yalta jig'iniga bog'lab olgan. Yalta jig'iniga bir mabtullik bor bizning ba'zi tarixchilarimizda men hayron qoladigan. O mabtullik uningda emas, 11 bitimdan boshlanish kerak aslida. Chunki burilish xarakterli taslimchilik hem bizdeki mağlubiyetimizge kol koyaş 11 bitimden başlangan. Bunun aldığı bağının muştan kol koygan ve muştan katlaşkanlar hemimiz emniyette halkın aldığı cevapkar buluş gerekti. Bizden şu vakitteki şu cinayetlerine cevapkar buluş gerekti. Hem de bunu hazır desek ya ki muş meyle Lütfullah Mutellip olsun ya ki bu Ahmetcan Kasım olsun yani başkalar olsun biz to'g'ri bizning hech qasimizninki yurkimiz bir ma'budni g'ulab tushishdan qo'shilib ketmaymiz. Xuddi Ashiyandagi Uyg'ur bola o'zi so'ygan, o'zi qadrini qilgan, hatto cho'qingan Abduqodir Jaloliddinning to'ynamasdan keyin o'lib olmoqchi bo'lgandek bizning o'lib olg'imiz keladi. Mayli rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin yoki ro'yjatdan bo'lsin yoki hissiyatdan bo'lsin, bu odam o'zini o'lilish majburlaydigan bir gaplar. Garchi uni imzolaganlarninki xiyoliga kelmagan bilan buni ko'rib o'tgan bizniki yurkimiz qonoldi. İmzoni atqanlikdan. Mushundaq ahvoldimi? Albatta, agar buni biz e'tirof qilmasak, taslimnomini e'tirof qilgan bo'lamiz. Agar bularning jinoyatini e'tirof qilmasak, shu 11 bitim qo'l qo'yib e'tirof. Buni e'tirof qildi degan gap o'zimiz bilib bilmay shu taslimnomining nima e'tirof qilgan bo'lamiz. Bizning nima farqimiz qoldi bu vaqtda? Ular bizning farqimiz qolmaydi-ki. Biz shu taslimnomiga imzo qo'ygan odamlar bo'lamiz shu. Garchi tarixda 70 yildek farq bo'lsa-mu, aramizda o'xshash en arkası kelgan vaqtda natija o'xshash bo'ldi. Bizning pozitsiyamiz o'xshash bo'ldi, tutumimiz o'xshash bo'ldi. Agar endi bu taslimdan imzo qo'yganligim gap qilmasak, boshqalarga nima deymiz? O'tgan qatam men jiqtab ketdim. Qaysi qahramon bo'ldi, qaysi xoin bo'ldi? Qaysi millatning haqiqiy liderlari bo'ldi, qaysi millatningki satqin va munofiq liderlari bo'ldi narsa. Agar buni nima qilmasak, buni bekitmasak, buningki farqiga bormasak, buni bir tarixiy izlanishlar orqali hazır onunki yakın akarsını karkınmışsak, muşundak umut işi yaşayamdık. Elime 70 yılda artık yaşadık. Kimle kahraman kılışını bilmey, kimle hain. Elbette köpümüzden bağ kahramanımız kaldığımızda. Ama bazı vakitlerde, paketlik gelgen vaktimizde onu kabul kılmasının özü şu vakitteki tarihi hatalıklar şirik ulaşını gerek verdi. Doğru. Benim çağırtıcı gepim tügüdü bu sualga. Rahmet. Bu tarixiy qahramonlarga baho berish bek muhim. Mening bir esimda qolishicha o'rta maktabda bizga bir raisini kelib qolgan. Sen hammadan bek kimga cho'qinsan deb Turkiyadan kelganlar sinfdagilardan raisini qanchaqda Ahmetcan Qasimiy birinchi chiqib ekan. U vaqt sharoitda biz buni uqmaymiz deylar, hamda bizningki sharoitimizda. Endi hozir biz chet elga chiqdik, boshqa nima o'qidik, bilish imkoniyatimiz bor, dalil bor. Dalil turib yana osh chog'dagi o'xshashlar, xuddi bizning to'liq o'tirib 2-sinfdagi vaqtdagi o'xshashlar bir inkas qaytarsak, demak bu xato bo'ladi. Agar dalil bo'lmasa, bizning bilishimiz xalqning yaratib bergan ma'budi shaklda shu Ahmetcan Qosim bo'lgan bo'lsa-da, u chog'da mayli. Biz bilmadik-da. Bu hech kim o'zining yaratilgan o'zining qahramonini qo'llab tushishni xohlamaysiz degandek. To'g'ri? Hamda O'zbekistonda elib berilgan nevropsixologiyalik tajribada sınaqqa qatnaşqıcı savadsız kişiydi. Savadsız bo'lganligi uchun ba'zi anqiralmasliqlarninki bo'lishiga ko'zim yetadi. Ya'ni u kishining bilinmasligida o'ziga loyiq tarafi savadsizligi. Lekin Uyg'urlarda ko'rilgan faktlarga qaramay, yanala o'zlashgan baholarda ching turish, ba'zi o'qimishliqlarda hatto ilmiy unvonlari bo'lgan katta ziyoriyalarda ko'rildi. Bu halda buni yiliqi savadsizning ahvoliga o'xshatqilim bo'lmay qolgandek turdi. Bulardagisi go'yo bir xil onglik qo'g'dash, xufisanlik bilan faktni anglamagan qilib bilish xohishi bo'lishi mumkinmi? Yoki yana boshqa sabablar bormidi? Ya'ni inakning beshiq kelgan kundan mo'zayning beshiq kelib qilish qo'rqinchisi bormi bu yerda? Xufisanlik qilish yoki inakning beshiq kelgan kun mo'zayning beshiq kelib qoldi deb shunday qilib o'tgan bir ish bormi? Bu cho'nqir savolga. Bu endi Loriyaninki tadqiqini aba deganimizdek savadsizlar O'zbekistonninki savadsizlar joylashgan rayonlari so'ralayotgan savollar mayli savadsizlik bo'lsin, mayli savodlik bo'lsin, eng aqalli mantiqiy yoki logiklik savollar. Ya'ni
Mesela aş soğanın özü kilip bana cevap verey. Yani Germaniyanın özü de tögü yok degan gap Germaniyanın har qanday şəhərdə tögü yok deganni bildirdi. Çoğ hüküm deyilgəndə kin logik cəhət alsaq başqalarda allabırın cavab çıxıb durdu. Şuna ya München'de demsiz, Frankfurt demsiz, Berlin demsiz, Mainz demsiz, ne deseniz Germaniyadaki bu yerdə tögü yok bulundu. Bu yerdə en mühim bir yeri tefekkürününki yönelişige, formusuga rivayet kılması hadisi bulundu. Tefekkür çuvalcak bulaşının sebebi tefekkürde mesela u yerda bir savolning javob bersa oldu. Yani Germaniya tögü yok ki o vaqtda München'de mutlaq tögü bo'lmaydi. Ama bunu biz logikalik nimaga tushmay javob beryapotqichilar o'zining shaxsiy tajribasiga nima qilib ketadi, hikoyasi chiqib ketadi. Demak bizningki nimamizga eng chong bir masala logikalik masala. Mesela bir paket mesela deyli mesela Ahmetcan Qasım'ın hakkındaki paketninki 11 bitimi misal alaylı. Muşnanda Ahmetcan Qasım'ınki bütün nimalarını, şərəflərini, həmin nimisini gümran qilish ketib başlamış. Bir noktanın özü, bir paketning özü. Bu paketni endi buni aqlayotganlarning hammasiga qarasak, bu paketin ya aylanib o'tish, ya bu paketning o'zininki qimmatini tuvallashtirish, yoki bo'lmasa ko'masga silishlik bir xohishini bayqam. Nimishqa? Chunki buni ashunda ko'masga silib olmasa, uni sharaflantirib, ani ma'bud qilib bo'lmaydi. Bu kaldagi savolni o'zi chiqqan, ani qo'g'dash orqali o'zininki ma'budini qo'g'dash bo'ldi. Hamda yana bir misol olayman. Lutfullah Mutallibniki kelsak, nurg'unlagan odamlar Lutfullah Mutallibni qo'l. Bular shoirlarmi, uni eng ulug' shoir, vatanparvar shoir degan mantiqsizlik borda. Bu yerda bir logiksizlik bo'ladi. Chunki Lutfullah Mutallib vatanparvar shoir bo'lsa, bo'ladi. Chunki u Junguni yozgandan keyin u Xitoyning vatanparvar shoiri bo'lish kerak. Xitoyning vatanparvarning shoirlarining tizimidan yer elish kerakki, hech zaman Uyg'urlarningki vatanparvar shoiri bo'lmasligi kerak. Mutlaq mengi bo'lmasligi kerak. Nima uchun? Chunki u Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston yoki yana bir degan she'rni yozmadi u. Jungu degan she'rni yozdi. U Jungu degan she'rni yozsangiz ro'yjatda qusvatgangiz keladi. Uningdagi muhabbatga. Ben yazamaydim da she'rni. Endi nima uchun bu shoir bu qadar ulug'lanyapti? Nima uchun ulug'lanyapti? Chunki Jungu deb she'r yozib oljib ketgan nurg'unlagan shoirlar bor. Bir qismlari Lutfullah Mutallib chapan yepish orqali Lutfullah Mutallib kabi nurg'unlagan azg'un satqin shoirlarga chapan yatmoqchi. Yana bir turkumlar uchunchi desa Lutfullah Mutallib haqiqatan she'r yozish texnikasida haqiqatan intan ustun o'rinda turadigan bir shoir. Aninki she'riyatdagi kamolatini aning siyosiy jihatdagi satqinligiga tegishib o'tishni xohlamaydi. Shundan ko'zni yumibla aning siyosiy jihatdagi satqinligiga ko'masga silib oladi. Ammo uni shoir sifatida qo'g'dab qolmoqchi. Shoir sifatida qo'g'dab qolsang bo'ladi. Uni she'riyat texnikalarini maqtasang bo'ladi, ammo uni hech zaman bizning oldimizga vatanparvar shoir deb aytgan bo'lmaydi. Agar sen uni vatanparvar shoir deb Abduxoliqning ular Uyg'urlar bir yerda qo'ysa, Abduxoliq Uyg'ur go'r tiktirdi men deb qo'yar. Mutlaq o'xshaydi. Biz Xitoyga qarshi qatib chip o'ltirsin. Bu Xitoyga she'r yozib, hatta yana shu Xitoy tarafida o'ltirildi bu universitetiga taqa. Bu qanday vatanparvarlik bo'ldi bu? Bu mantiqsizlik o'z-o'ziga zid kelish bu. Ammo buni bizning kallamiz ko'taraverdi buni. Bu nimada psixologiyada bir atalg'i bor. Bunun kelimesi İngilizce compartmentalization deydi o bunu bölekleştiriş diye tercüme kılsak bunu bölekleştiriş küçük bölekler boyunca bir adamın vücudunda mesela bu muşu nime için muşunda paketler kabul kılması hadisini düşündüğü oldu psikoloji cihetten bir-birisiga qarama qarshi bo'lgan ikki pak odamlarning kallasida tang vaqtda o'xshamagan ikki katakchida saqlanib turdi. Mesela biz şu nimaga kelsak, mesela şu Lutfullah Mutallibning meselesi kelsak, o'xshash bir odam Lutfullah Mutallibni hem ulug' shoir, hem Uyg'urlarning vatanparvar shoiri bir-birisiga butunlay mos kelmaydigan ikki narsani kallasiga sig'dira olish mumkin. Shuning uchun nurg'un odamlar mana shunday danqan puti ishlarga, bir-birisiga rab kelmaydigan ishlarda bo'laqmi Uyg'urlarning siyosiy liderlariga baho berishda bununla naçizlik kılarlar. Anı kıygan emesma, manı kıygan emesma deydi o yo.
Ammo uning ilgari qilgan ma'lum ishiniki, masalan, yana deb ketdim, 11 bitimni qancha yig'ilmaydi buning nimasini. O keyin u bizga bir erş alanı qilib etsin, anındaki şermençilik turib tursin, siyosiy şermençilik turib tursin. Anındaki siyosiy xatolikning nimasi, uni har qanday nima aqlab bo'g'ilmaydi. Ammo nurg'un odamlar bunida ikki xil bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan qarashni qilsa qildi. Yana bo'lsa biz boshqa tarixiy shaxslarni bunda bir narsani ko'ramiz. Ziddiyetlik omillarida, ammo ziddiyetlik omillar yo'q, yana siyosiy liderlarimiz bor. Masalan deydi. Bularning eng cho'nglarining birisi Sobit Damollan masalasi. Sobit Damollanning hayotiga qarasak, uning hayotida boshdan oxir bir davlat qurishdan iborat bir oliy bir g'oya bor uning kallasida. U ne bir taslimnomaga imzo qo'ymaydi, ne u boshqalarga o'xshash o'zining ichidagi o'zining ilgari qilgan ishlarga zid keladigan bir ishlarni qilmaydi qatorliqlar. Shuna u biz boshqa doiralarga bergan vaqtimizdagi zidlikligi bilan ma'vu Sobit Damollanning vujudida gavdlangan ma'qul ahvolni ko'rsak, biz qaysini tanlashimiz kerak bu yerda? Albatta, Sobit Damollanga tanlashimiz kerak. Chunki bir siyosiy ahvolda mayli bizning kallamiz qanchalik narsani bo'laklashtira olsin, o'tirib tursin, ammo bir siyosiy liderning vujudida bunday bo'laklashtirish mavjud bo'lsa, yoki ikki bir-birisi qarama-qarshi bo'lgan narsa mavjud bo'lib qolsa, bu xalqni qaymoqtirdi. İsa Yusuf Alaptekinning hayoti to'g'risidami, masalan, G'ulom Osmon Yag'im akamiz nayt obdan misollarni berdi. Men bu texnik to'xtalmoqchi edim. Buni men turkcha kitobga keltiryapman. Meni turkcham yaxshi bo'lmag'achqa qancha ko'chsin chiqalarni bilmayman. Ammo buni G'ulom Kamno degan gaplari intayin paketliq. Intayin paket, o paketni boshqa yerdan topmagan-ki uni. O'sha o'zining kitobidan ilayotgan narsa, yozayotgan narsa. Xuddi men Seyfiddin Azizning gaplarini, bütün hayotdagi ishlarining xatoliklarini men o'zining kitobidan aslimsin og'rimdek gap bu. Endi İsa Yusuf Alaptekinninki efsanevi liderda Türkiye'de kötülüşü o bu qatarlıqlar. Maqşulam kötülüsün deyli. Uyg'urlar şu vaqtda 70-80 yillarda Uyg'urlarni tuntish ochqish shaxs bo'lsinmi deyli. Axirisi nimpaysi oldu bizga. Uning ilgari o'tkazgan xatoliqlari, uning ilgari siyosiy sharmandachiliklari bizni o kadar zor balay afetdan olib keldi. Uni nima ish o'ylamaymiz biz. Nima uchun biz keyingi albatta bu yerda pushayman obilim bor yoki ozroq ba'zi o'zgarib qolganda men insonninki pushayman qilganligini bilmayman. Ba'zi vaqtda ba'zi siyosatchilar ba'zi ishlarni hayotni aqsa yaxshi qilishga tirishib qilish mumkin. Ilgari xatolikni qilib. Bunga qarash kerak. Qanchalik tuzitildi? Aslidagi zaxm qanchalik azaytildi yoki ba'zi chaqda o zaxm azaytilmaydi. Chunki u tarixda bir narsa bo'ldimi, ketdi. U qaytalanmaydi, ammo uningki ta'siri davomlashadigan. Şuna biz bunda qarsak, bizdeki liderlerimizdeki siyasi tefekkürdeki mana şu beceriksizlik yoki nurg'unlagan qalamqanchilik ve qarama-qarshilikqa to'lash ve oldida qilgan gapi bilan keyingi qilgan gapininki farq bo'lash, qilmishli farqlash qatorliqlarning hammasi bizning siyosiy davomimizga intayin ichish ziyonlarni olib kelgan. Endi Loriyaning kitobi tadqiqotiga kelsam, bir millatninki a'zolarida tafakkur jihatda xatolik bo'lsa, u uning hayotininki o'zining hayoti bilan bo'ladi. Ammo bir millatning beshidagilarning tafakkurda ochqishlik xatolik bo'lsa, bu butun millatning beshiga baloy afat keladigan ekan. Bu tafakkur bek muhim. Mening Loriyaning o tadqiqoti tushuvchiga yerim o'zbeklar bilan Uyg'urlarning cho'ng farqi yo'q. Biz asosan ba'zi Uyg'urlar, o'zbeklar, Uyg'urlar bir millat deb qaraydi-ku. Mayli qanday bo'lsin, Özbeklerle Uygurlarning siyosiy turmushda kultural alayliklarda asosan cho'ng farq yo'q. Mushundaq ahvolda Özbeklarningki ashu savodsizlarning qilayotgan tafakkurlar Uyg'urlarning qilayotgan tafakkur o'tirsa cho'ng farq yo'q. Cho'ng farq yo'q. Shuna Uyg'urlarning bu siyosiy liderlarininki, diniy liderlarining o'zining tafakkuriga nazar sab qo'yishini men tavsiya qilaman. Chunki bu bizning tafakkurimizda nurg'ulg'an kasalliklar va Uyg'urlarningki. Hozir bu gapni azvalab deb ketishning hojati yo'q. Biz bir qirg'inchilik ketayotgan millat o'g'a vaqtda buning endi men faqat diqqat qilishni tavsiya qilaman, ammo ishkilakishni xohlamayman. Ilm kitobda buni jiq ishkilab ketmadim. Ammo bizningki avomningki millatning beshidagi shaxslarningki tafakkurdagi tuturuqsizliklar, qarama-qarshiliklar, egizpastliklar va boshqalarni bayqishi intayin zarur. Intayin zarur.
Hem bunu paketleri içip taşıp intihar zor. Bu bir iş adamdan iş emas, intihar mühim. Aba dedik ko, liderninki hatalık özüden ketmeydi. Milletning beşik balay afet geçirdi bunda hatalıkla. Bu tefekkürden buludu. Anandekin psikolojideki meselelerden buludu. Korkunuş deyimiz, teşviş deyimiz, başka amillardan buludu. Manmış iki amil, tefekkürdeki çuvalçaklık ve psikolojideki pişbitilmesi katarlıkla bütün milletning beşik çıktı. Eğer biz Hatta biz başka yatırıp dursun, Xitayning ashaddiy liderlari qarsak, ularning hayotida tefekkürdeki ma'lum jihatdagi cho'nqurlik va uzoq ko'rarlikni bayqaymiz. Mao Zedong alayli, Mao Zedongning tefekkürdeki alvassimon bir xil kelgusini ko'rish kelgusini planlashpa. Stalinniki qarayli, 12dimi bor. Boshqa liderlar qarsak, Bismarckniki qarayli, yoki hattoki o'zimizning tarixidan ilib qo'ysa, O'g'uznamadagi O'g'uzxonlarniki qarayli. Bir lider degandan tefekkür anda büyük bo'ladi. Özünün xalqininki baxt saodatini necha asrlar oldiga saptirib o'ylaydigan bir narsa bo'ladi. Shunga bularni lider deymiz. O bizniki o'xshash aldaqida nima eg'ilab berib ketib tushmaydi bular. Bularni lider deymiz. Sabit damlan mushqiliki yuksak tefekkürga ega bir odam deyish kerak. Nima uchun? O bir millatninki mustaqil bo'lmasa vayron bo'lganligini, davlati bo'lmasa xuddi qamqaqdek shamolda, bo'ronda to'zib yo'qaydiganligini ko'rganlik uchun chamining yetishicha sharoitning o kadar nacharlıqqa qarmay bir davlatninki bizga bir yo'lini qurib ketdi. Buni dahiyani bir nazarninki mahsuli deyishki bo'ladi. Rahmat. Lider degan manda bo'ladi. Sabit amallarni maqtaydiganlar bizning ziyolilar orasida az, kitap yozilganini ko'rmadik. Ammo boshqalarni maqtaydiganlar kitap yozib bazoq silayotganlarcha. Hem de Lutfullah Mütellib size to'xtalsaqmi, Farad Tursun Lutfullah Mütellibninki Jillarga javob degan she'riga nisbatan bir zonliq qilib, o'zining maqolasida butun dunyodagi yozuvchilar, olimlar bu jillarga javob berolmay, haqiqatni izlab bulolmay javob tortib olsa, bu Lutfullah Mütellib birdamda javob berib o'tgan deb bir maqolasida bir zonliq qilgan, shunga o'xshash. Hem de biz haq yaratib bergan ma'budlarning orqaga kirib, o'zimizning kimligini unutib qolgan haq biz. Hem de oxirida xuddi tajribada Germaniyada to'gini bor qilish uchun u yerda qozoq va qirg'iz bo'lishidek bir sababni ta'min etganiga o'xshash, Uyg'urlardagi tajribada sabab ta'min etib, majburlangan deganini qanday tushunsak bo'ldi. Ya'ni bu oqadigan sababmi? Demakchi bo'lganim, majburlanganlik sababi munofiqlikni kechirib, gunohni pok-pokiza qilishga yetadigan bo'lsa, u holda qahramonlikni qanday tushunamiz? Ya'ni bizning tushunchamizdagi qahramonlik majburlashlarga bo'yin egmay, o'z irodasida ching turish emasmi? Bu siz buni oldida ozroq javob berdingiz. Majburlangan degan ozroq javob bergandim. Men majburlangan degan gap manda desam, meni boshqacharoq deyay buni gapni. Mustamlika bir majburlash jarayoni. Bu degan gap biz bir millatning mustamlikasiga tushgan vaqtimizda o'zimizning irodasiga xilof ishlarning hammani majburiy qilamiz. Bu cho'ng jihatdan sharoit hammamizga o'xshash. Agar biz majburlangan ishni qilmasak, uningga bo'yintovlik qilsak yoki uningga qarshi tursak, u vaqtda biz qirqib tashlanamiz. Endi bu o'xshash bir tutum, siyosiy tutum hammadan o'xshash bo'lganda, ammo shundoq ahvoldami shu majburlangan shu sharoitda majburiyatga qarshi chiqqan yana nurg'un odamlarni ko'ramiz. Bunday bo'lishining sababi nurg'un odamlar majburlashga tigi-tigidan qarashtirdi. Majburlashga tigi-tigidan qarashtirdi. Endi nimaninki bu psixologiyada bir tecrübe var, Stanford tecrübesi deydigan. Buningda qisqacha desam, nurg'unlagan odamlar tecrübega qatnashgan vaqtda o'zi bir savol so'rash ishlari qilib, bir odam nim qildi, suhbat olib bordi. Abbaga vaqtda qarashtirib savolga xato javob bersa, u jazolashda elektrik tok qo'yib berdi badaniga qarashtirib. Şuna bu tecrübe qatnaşqanlar bağansırı o topni qo'yib beradigan bo'ladi-da. Bağansırı qarshi tarafni jazolab azab qo'yadi. Amaliyotda
tecrübede o karşı tarafga berilgan tok barmaydi amaliyotda, ammo ma taraf uni bor deb o'ylab oladi. Shunda o'ylagan qiladi. Bu tecrübe insonlarninki nopuzga qandaq moslashganligidan iborat bir narsani ichib berdi. Ya'ni insonlar nopuzningki majburlashida shuningga moslashib ish qiladi. 80% odam shunda ish qiladi. Chunki bunda deyishning 80% deyishning sababi bu tecrübe boshqa tarafidan qayt qilinish orqali insonlarninki bo'lapmi forma kelgan, buyruq qildigan birlikda nopuzliq bir sistemaning ichidagi odamlarning gapini qattiq anglaydiganligini bildirdi. Bu Sharq Turkistonda shunday bo'lgan. Ya'ni Sharq Turkistonni bir turmaga o'xshatsak, bu yerda bir tizim bor, gundu paylar bor. Qaga Uyg'urlarimiz mahbusan bu yerda. Shunday bo'lgan vaqtida u biz emas, bizdek bundaq nemaga tushadigan bu rejimga tushgan, mustamlikaga tushgan xalqning ko'pinchisi shunday qiladi. Bu bizda unda emas. Ammo shuning bilan bir vaqtda bu yerda shu rejimga, shu moslashga, bo'ysunishga qarshi turadigan odamlar abayman deganimdek chiqadi. Hamon chiqadi bunday odamlar. Hamda biz o'tgandan men buni ozroqlik o'tib ketdim. Masalan, Lutfullah Mutallib bilan Abduxoliq Uyg'urni ham Mamtil Apandini selishtirishga bo'ladi. Lutfullahni matrab qo'yib, mashkalani matrab qo'ysak bo'ladi. Undan keyin biz 49dan keyingi yillarda biz o'xshash bir maktab, izchillar maktabida o'qigan Seyfiddin Aziz bilan Abduqodir Damullamning o'g'lini Abduz Maqsimni selishtirsakmi o'xshash shunday bir nima chiqadi. Her ikisi sharoit o'xshashdi. Her ikisi iqlimga qarshi tursa, besh keslatdi. Onun işte birisi qarshi turdi, biz qarshi turma shunga xizmat qilib, azroq amal bilan bo'ladi. Eng oxirisida dushmanining nazorat asıl yaşaydı. Yani nurgulluğun bizdeki nurgulluğun isil ziyalılarımız boğa. Bu ziyalılarımız aynı vakitinin özüde Xitayga karşı şiir yazanmasa Xitayning medeniyetinden şiir yazıştan özünü to'xtatib qalamini tashlab o'tgan odamlarni men bilaman. Nurgulluğun odamlar sukutni tanlagan. Çünkü haqni so'zlash mumkin bo'lmagan vaqtda, haqni yezib e'lon qilish mumkin bo'lmagan vaqtda qalbimizda haq uchun nali ko'tarib qarshilik bildirsak bo'ldi. Bu biz bu islom dinimizning bag'i ba'zi chaqda safar bo'lib qolgan vaqtimizda namozni ado qilmagan vaqt safarda o'ltirib o'tiribmi namoz o'tib ketaverimizga shunga o'xshash bir gap. Ba'zi chaqda ba'zi amallarimizda, axloqiy amallarimizda, vijdoniy amallarimizda ado qilmagan vaqtimizda o'zimiz bildirgan shaklda qilsak bo'ladi. Bu bizning xoinlikdan saqlaydigan gap bo'ladi-da. Hamda bu bir etinchiq bir ahvol. Masalan biz 49dan keyin biz Uyg'urlarninki hayoti, uning burunqisiga o'xshash hayotda ki qarasak, beshini ko'targan, bo'y agmagan Uyg'urlarninki beshi asosan qirqilganligini ko'ramiz. Bir vatanparvar bir millatchining beshi qirqildi degan gap bu bir jamoat uchun intayin zo'r bir yo'qotish. Bizga o'xshash vatanparvarlar noyat az bo'lgan bir jamoat uchun-da bu bir cho'ng yo'qotish bo'ldi. Biz masalan 70 yillik mustamlik hayotida 3 avlod desek, 3 avlod yaşadı desek, 3 avlodda bosh ko'targan, bo'y agmagan, nurg'ulg'an ulug' odamlarimizni yo'qotdik. Eng oxirisini hozir yo'qotamiz. Lagerlarda, turmalarda va qul nimalarda, zavodlarda, qul ishchilik zavodlarda. Demak, bu mustamlikiningki bizga keltiradigan g'oyat zo'r ichinishlik ziyonlari bu bizningki. Andan keyin bu biyologik jihatdan ilib aytsak, bir millatda ulug' odamni yo'qoldi yoki uni yoshligida yoki boshqa vaqtlarda yo'qotildi deganning o'zi uningdan tug'iladigan, uningdan tarbiyasi yetishib chiqadigan ashnangdek vatanparvar va millatparvar odamlarningmi yo'qotilganligini ko'ralaymiz. Bu Xitoyninki yiltizdan qirqish deydigan bir xil nimasini ko'rsatdi. Hamda shuning bilan qanday odamlar saqlanib qoladi degan vaqtda beshini ko'tarmaydigan ham shu o'zini majburlayotgan shu hokimiyatga xizmat qiladigan odamlar saqlanib qoladi. Bunda saqlanib qolgan vaqtda tabiiy holda ko'pincha odamlarga bu bir xil harakat mezoni bo'lib o'zlashidi. Ya'ni ularmi xuddi boshqalarga o'xshash shu mavjud hokimiyatga xizmat qilsa aman qoldiganligini bilgandan keyin
ularni tabiiy holda xizmat qilishni tanlaydi. Andan keyin buningga qarshi turganlarni qarshi turdi. Bularni o'zining dushmani deb. Nima ish qiladigan vaqtda u buningga qarshi turayotganlar ularning aramini buzitdi. Aramini buzitish emas, ularning beshini paplab turgan xo'jayinlarning achchig'ini keltirib qolsa, bu achchiqninki o'ziga tegib kelishdan vayim yeydi. Shunga vatanda biz shu gapni jiq anglaydik-ku. Sizga nima so'mamdo, bakadan baka ish chiqarib, bizga ish deb berib debdi. Men ma qarshi kunki tunganki o'zining yig'ida o'zining go'shtini qo'rish degan kichik bir suhbatimda shu gapni dedim. Ya'ni bu yerda qahramonlar ma o'laqa Xitoyning jazosiga uchraganlar Xitoyningki o'chmanlik obyekti bo'lib qolmay, texnik echinchlikka shu o'zi shu xalqning ozodligini yoki o'zi ozodlikni qo'lga keltirman degan shu xalqning bu o'chmanlik obyektiga aylanadi. Qo'sh dushmanlikka duch keladi bu odam. Uning ro'yi bir Allohninki xosiyatida nayta uyul tashdek yaratilmasa, asalli verimlar bitmanda. Nima ish qiladigan vaqtda u o'zi men xalq nashriyat ishlayotgan vaqtimizda shu vaqtda xalq nashriyat ishlagan bir odam bor ekan, ismini unutib qoldim bu odamninki. Shu 70-yillarning boshlarida Madad inqilobi buni nayta qiynaydi ekan-ku, pipan qilib tortib chiqarib millat, yerlik millati deb. Shu odam shu chaqda bir gapni qilib ekan. Bugün siz meni jazolaysizlar, erta men uchun yig'laysizlar. Bugün siz meni bilmaysizlar, erta sizlar mening kimligimni bilasizlar, u vaqtda ulgurolmay qolasizlar, debdi ekan. Onu shu bir ikkisin esda qolib ekan uning gapi. Biz menga pichilab deb bergan gapdi bu. Ashunday bo'ldi. Qahramonlarimiz o'zimizga dushman qiladi, shuning bilan ularni biz dushmanimizningki ra'yiga biqib, uningga yaxshi ko'rish uchun jazolab beramiz. Mayatda özümüzdeki kıymetini, özümüzdeki royunu, en mühimi özümüzün kelgüsünü cezalayımız. Xitay bizdeki özümüzün yığıda özümüzün koşunu muşkul şekilde koruyor degan gap. Bu nayeti bir eşinci bir ahval bu. Şunun için mi bazı şairlarga ziyadelik çapan yekip ketiş, Xitayni maqtab yazgan şiirlarning ko'rishni hamsi bir xil aman qilishninki, jonsozlikninki bir xil alameti bo'lib, bularni o'zining kelgusiga shu orqali yo'l hozirlaydi. Chunki ularni bir kunlari sal vaziyat chiqsa, o'zi boshqalar yozgan shu Xitoy yoki Jungo degan she'rni yozib selish, hatto uningdan oshiribroq yozib selish mumkinchiligini biladi. Chunki ikki tanlash bor. Mustamlikada. Ya'ni ya birisi qarshi turib o'lish kerak, ya birisi jim turib hayot qilish kerak. Bizga shunday bir tanlashni berdigan gap. Shunga bu intayin içinişlik bir xil holatdagi nayati bema'ni bir xil tanlash qilib kirdi menimcha aytgan vaqtida. Bu tanlash bekli bema'ni. Ammo dunyo tarixiga qarasak, masalan men yaqinda neminingki sobiq Sovet Ittifoqininki Chexoslovakiyaga hujum qilib kirgan vaqtidagi ishlarni tasvirlagan bir romanni o'qidim. U romanning uyg'urchasi chiriqil bo'lmaydigan yengil takliflar deyilgan. Milan Kunderaninki. Bu romandımı asasen Çexlarninki aynı vaqtdagi shu sobiq Sovet Ittifoqininki Chexiyaga yoki Prag kirgan, tanklar bilan kirgan vaqtidagi ichinish ahvolini, uningdan keyin butun jamiyatninki o'zgarib ketganligini tasvirlaydi. Butun jamiyat. Erkinlikni xohlaydigan, ma'lum jihatda sotsialist tuzumninki ma'lum o'zakni foydalanayotgan shu Chexlar Sovet Ittifoqining hujumidagi butunlay kollektiv esirge alındı. Kollektiv cezalandı. Bu bizden okşaş, nayet içiş ahval bu. Ama şunundu mu, yeni bir kısımda çetelge kaçtı. Xuddi Milan Kunderaga okşaş, Fransa'ya kaçtı. Şu yerde özünün karşılığını davamlaştırdı. Ya ki onun içli bazıları nayet qiyin şaraitinde yanılı baş egmeyi yaşaydı. Bu baş egmezsek ihtimal bu veyran kılınış mümkün. Ama ma birisi ben milletninki tiz bitmez, boysunmaz, teslim bulmaz royunu ifadelaydi. Bizden royumuzni yaşlıdıqanlar, gerçi özünün öldüğanlığını bilip durup, aldığı çıkıp, haqni so'zlaydiganlar. Biz ziyolilikni nemiz dedik-ku. Haqni huquqqa so'zlaydigan jasadga ega kishilarninki bizning aramizda bo'lganligi. Bu bizning ro'yimizni umidlantirdi. Gerçi aramizda millionlagan odamlar sukutni yoki rejimga bosib yashashni tanlagan bo'lsa-mu, shunda
anda sanda ko'rilib qoldigan büyük iradelik bir kişilerin aramızda buluşu bizimki ruhimizni o'stirdi. Vayron qilib etmaydi. Ana shu Xitoyning yo'qotmoqchi bo'lgani birmi odamni boshqa o'tkazmaslik, birmi odamga haqiqiy so'z o'tkazmaslik va birmi odamga bizning haqiqiy liderimiz sifatida o'tirg'i chiqmaslik. Bu vaqtda biz o'zimizga ulgu qildigan hech qanday bir qimmatni, hech qanday bir shaxsni va hech qanday bir misolni topolmaymiz. Bu vaqtda biz butunlay qorong'ulikqa qotamiz. Alloh ming shukrlarki, bunday odamlar aramizda chiqib turibdi. Rahmat. Bu bizniki bu ziyoli to'g'risidagi bu suhbatimizni eng oxirida siz bizning ziyolininki kelgusi qanday qaraysiz degan savol bilan tamomlayli. Shunday bir javob berib olsangiz. Biz ziyolilarninki o'tmishini dedik, hozirini dedik. Siz endi kelgusi bu masalaga qanday qaraysiz? Qanday bo'lar bu ishlar? Ben nadi açık desem ziyalilerimizden köpünçimiz bir devirde, içinç bir devirde yaşadık. Biz bir içinç bir devirinin mahsulları. Kanlımızda Marksizmi ba, İslamımızın ba, çetkiç kavakta liberalizmi ba, çetelik ziyalilerindeydi. Vatanlik ziyalilerini alsak, asasen en büyük ziyalilerimizden ki Ferhat Tursun, Abdülkadir Celaluddin, Yalqın Ruzi qatarlıq nurgulluğun ziyalilerimiz hazır eğir azap işi yaşadılar. O ziyalilerimizde keyin çıkan yaşla ulardan ben qandalıqını bilmeyim hazır. Çünkü vatanın alakamız bulmağında keyin yeni çıkıvatkan ziyalilerinin qandalıqını bilmeyimiz. Ama jığıp eysem biz gayet zor bir qurbanlık berivatkan, ziyalilerini qurban berivatkan bir devrini baştan geçirivatımız. Ziyaliler degenimiz bir milletninki menisi deyişki boludu. Bu menimiz İngiliz bir gap var, brain drainage deydigan. Yani meni eqib ketish degan gap bu. Yani başka chiqitish yoki yo'qotish degan gap ixtisosliklarni. Bizdimi og'ir darajada menimiz eqib ketish yoki ixtisosliklarda og'irlik qilishda cho'ng bir krizisga duch kelyapmiz. Bu krizisninki talabati bugun ko'rimiz at ko'rimsa o'g'in ishish tarzida bilindi. Men oldi bilan bizda qolib qolgan ziyolilarninki kallasini silkib qalgan ömrümüzde muşu ıngrap yetiyotgan, kelgisi ümid üzülüyotgan muşu xalqimizga beg'ishishni umid qilaman. Bizningki haliqi esilzoda yoki sarxil deydigan, haliqi ustida turib oldigan, haliqi qamlashmagan haliqi amallarimizni tashlab, muşu xalqning ichiga cho'kib, muşu xalqning dardiga darmon bo'lish biz uchun intayin bo'lib chetaldagi ziyolilarninki. Ana lekin ikincisi hemen bunu desem bu qancha ta'sir bo'ldi bilmayman. Haqna qarshi bo'lishni umid qilaman. Biz nurg'ulligan ko'z oldimizda nurg'ulligan paketlar, tarixiy paketlar, real paketlar bilan nurg'ulligan odamlar, shaxslar va tarixiy voqealiklarni qaytadan baholashga majbur bo'lyapmiz. Ba'zilariga yetarli paket, ba'zilarni yetarli paketlarni qaytadan baholab chiqdim. Bundaq vaqtlarda ziyalilarninki bizning ifodasini bildirishni talab qildi. Bundaq deyishimiz sababi xalqimiz yanılı ziyalilarga ishirdi. Yanılı ziyalilarni cho'nkurdi ham ularni o'ziniki nurg'ulligan ishlarda yetakchi qilsa ekan deydi. Buning bilan ziyalilarninki mushur rolni elishni xohlaydi. Ammo nayt keskin desam, vijdonimga baqaroq desam, men 45 ning ustida bu san abstrakt mandal tanlangan san bu. Yaman çok ümitli kütmeymen. Fakat ulardan kütüdüğünün özü turbatkan şu cemaatinin 5'i bu bəs eken deyim. Ama benim çok ümit kütüdüğünün 45'den tövünlükle. Bula yelik komünizmninki, yelik şüphendi ideologiyalarninki təsirini uçurmagan, yak azraq uçurgan ve garipti bu bir kadar sağlam bolgan ideologiyaların təsirini uçurgan dep qarayman cədəliklərninki. Hem bularda bir cesaret var. Bizge oxşaş qorxutulup kallamiz juyulup ve qaytadan şekillendirilip intayin kalkemimiz qilitilmagan. Men bu yeni bir avlodning yeni bir tefekkür bilan o'ttirga chiqishni umid qilaman. Bularning men ansiraydigan yerlarim bu ziyoli bu yoshlarda cho'nglarning nopozdan ansirash, an'anadan ansirash, g'arbga o'zi yashayotgan
cemiyetning besimlaridan ensirashak, uning unumlik aralashmaslik va uni o'zgartiramiz qatorliq nurg'un jihatlardagi kamchiliklar bor. Uni men his qiliqliq. Ammo eng muhimi ularning ro'y jihatda o'zini ozod qilib, mushu Uyg'urlarningki kelgusidagi ishlar uchun ideya ishlab chiqaradigan bir qo'shin bo'lishini bekma arzu qilaman. Bu faqat yoshlarning qo'lidan keldi. Cho'nglarimiz, men qatorliq hammamiz koni xamanni so'raymiz. Koni gapni takrorlaydigan gibi. Yenilik az jiq chiqmaydi bizdan. Ama yaşlardan bu çıkış gerek. Çünkü bizden uçurayotgan bu zulümlerimizdeki yani bir örnek yok. Acayip bir yegane, acayip bir eşitlik bir zulüm bu. Bunun da yeni tefekkür etti. Onun üstüne bir künsür özgürlük turayotgan dünyadaki künsür özgürlük turayotgan düşmanımız tarafından ilip birilayotgan bir katliam, ırkı kırgınçılık bu. Bunun için nahayet ötkür ve özgürşçan, nahayet elastik ve çoğunkur oylayotgan ziyalarını cümülden yaş evlatlarımız ketidi. Bunun için mening şu o'ylashini yaşaysın kitabım deganimdek tefekkür bek muhim bo'ldi. Uyg'urlarningki kollektiv jihatda tefekkürde nurg'un masalalar bor. Ben mushunchak deb qo'yaman. Nurg'un masalalar bor. Bunun için biz şu ballarımızga tefekkür haqidagi tefekkürimizni uyg'otadigan, bizni yeni ijodiy ve aqli tefekkür qiladigan yo'llarni da ballarımızı terbiyelemek olmalı. Enden üçüncüsü ziyalilik institutlaştırılgan vaqtida nurg'ulgan masala kelib chiqdi. Bu nimani bildirdi degan vaqtda xuddilik vatandagilik adabiyot san'atchilar birlashmasiga a'zo bo'lib olganlar xalqninki yurgidan chiqadigan narsa bek oz yozganga o'xshaydi. Chet eldimi nurg'ulgan kichik guruh bo'lib olgan shuningdan faoliyat olib berayotgan ziyolilar bor. Men u guruhni xato demayman. Shu guruhda qanday bo'lsak bo'ladi. Ammo guruhdan chiqishni o'rganaylik. Chunki millat bir guruh emas. Hech qanday bir guruhga bir millatga vakillik qilolmaydi. Bularmi ilmiy jihatga ziyolilarning guruhi. Faqat kichik bir ishni qilamiz. Ammo buning bilan guruhbozlik qilish bek xatarlik bo'ladi bizga. Demak, cho'g'nim bir guruhga kirishga ma'lum nimada Amerikaning bir dangliq bir komediya artisti vardı. Shuning bir gapi bek yaxshi ko'raman buning gapini men. Men shaxsni suyman. Ammo qachoniki bu shaxs bir guruhga qatnashsalar, onun qo'lini üzmay deydigan bir gap bor. Buning gapining ma'lum bir asosi bor. Ya'ni biz bir guruhga kirgan bo'ladimi? Bir ziyoli bir guruhga kirgan vaqtimizda nurg'un chetlamga uchraymiz. Guruh kimligi bizning fikrimizni bo'g'idi yoki ma'lum bir ramkaga oladi, bizningki tafakkurimizni bir ramkaga oladi qatorliqlar. Albatta ba'zi jihatda shu guruhlashmay, muassasalashmay bo'lmaydi. Yozuvchilar deymiz yoki ana tilninki yoki boshqa jihatdan. Ammo hamma masalaga shu o'zimizningki guruh manfaatlarga qarasak bo'lmaydi. Ma cho'ng jihatda bir millatning cho'ng bir manfaati, millatdan iborat bir cho'ng bir guruhim bor. Buni ko'rmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa baklalabda ushshaq tushak ham shaxsiyatchilik to'lgan kichik bir guruhning manfaati uchun xizmat qilib qolgan bo'lamiz. Men ziyolilarningki cho'ngroq nazarda texnik jiratni ko'zlagan holda guruhdan olqib cho'ng bir guruhida bir ovozda yoki bir yerga kela olishni, hech bo'lmasa bir yig'indi bo'lsin, bir yig'ilishda bo'lsinmi, kela olishni umid qilaman. Eng oxirida sen avval millat tava bo'lsanki, a guruhga tava bo'lmaysan. Shu millat bo'lg'achqa a guruhim bo'layotganga. Bu yerda birlamchilik, ikkilamchilik munosib. Millatning manfaati birinchi o'rinda turdi. Har qanday guruhninki va shaxsninki yoki boshqa birininki manfaatini har vaqt ustun turdi. Bu men deydigan uchinchisi. Ham to'rtinchisi, oxirgi gapim hem ziyolilarga xalqimizning nurg'ulgan fikrlari bor. Nurg'ulgan qanoatsizliklari bor, tanqidlari bor. Bularningki hammasi men yo'lsiz deyolmayman. Haqiqatan ziyolilarimizdan xili ko'p qismi degan yerdan chiqmayapti. Agar buningki mushbiti albatta o'zgarib qolmaymiz. Men o'yliqi xam xiyol bilan romantiklik birini bilan adil o'zgarib ketgan ziyolilar qo'shinini men tasavvur qila olmayman. Shuning uchun men umidimni men tasavvur qila oladigan yoshlarga bog'layman. Burun 50% bog'lasam, hozir 80-90% bog'layman. Umidimiz yoshlar bu. Ammo shunday bo'lsa-mu, biz o'zimiz ziyoli degan vaqtimizda bu ziyoli degan nomninki axloqiy, ijtimoiy va siyosiy ma'nosi intayin cho'nqurdir. Bularning siyosiy ma'nosi bek cho'nqur ziyolilikniki. Bunda deyishimning sababi ziyolilarningki meyli qanchiliki siyosiyalar aralashmayman deydikan, ular shu ziyoli bo'lmagan 4 odamlarningki boshqarishni qabul qilish kerak u vaqtning o'zida.
Buni o Aflotun deb qo'ygan gap, 2500 yil deyilib qo'ygan gap. Agar sen siyosatdan neri turman deydi ekansan, o vaqtda sen shu siyosatni o'ynaydigandan boshqa shu tushsa degan gap. Shu bizning shunday bo'ladi. Ziyolilarninki siyosatga aktiv aralashishni talab qilaman. Chunki bizning realligimiz siyosiy reallik. Bizning kimligimiz siyosat tarafidan belgilanayotgan kimlik. Bizning kelgusimizmi cho'qim va mutlaq siyosiy kelgusi bo'ladi. Buning ichidagi ochqishliq masala bizningki davlatimizningki asli kelishi. Agar bunda bo'lmaydi ekan, hamma narsa, hamma ma'no, har qanday jihatga qimmatlining hammasi vayron bo'lib, uning hech qanday asos bo'lmagan bo'ladi. Agar ziyolilar bu tarixninki bizga yuklagan bu siyosiy burchini elishni rad qiladi ekan, bizlar emas, ham bizning burundan keyingi avlodlarimiz bunday ziyolilarni kechirmaydi. Chunki u davr taqozo qilgan eng muhim, eng mohiyatlik masaladan, mas'uliyatdan va burchdan o'zini qochirgan bo'ladi. Buni kechirgili bo'lmaydi. Hozir biz uchun o'tmishdagilarninki xoinlik, sotqinligini ayiblash, baho berish bek oson, menga oson bo'lyapti hozir. Nimishqa? Men o'zimni ustida ko'raman hozir. O'tmish menga davanning pesi ava. Davanning ustida turib, pesni bemalol ko'rayotgandek his qilyapman. Unutib qolmaylik, kelgusi biz davanning pesiga tushimiz, davanning ustida turgan avlodlar bo'ladi. Ular bizga shunday qariy oladi. Biz o'tmishga qanday baho bergan bo'lsak, o'zimizga shunday berib, kelgusida men o'tmishga aylangan vaqtda kelgusi menga shunday baho berdi ekan demasak bo'lmaydi. Agar tarixdan qo'rqmasak, men bir chaqda mush Uyg'urlarning bir hozir yurgan bir siyosiylarga men shunday gap degandim. Tarixdan qo'rqinglar, ma ishni qilsanglar tarix javob bersa desa, tarixdan qo'rqmaymiz degan. Uning gapidan men qo'rqqan. Hozir qo'rqoqlik uning gapidan men. Manda sharmanda bo'lmaydi. Tarixdan qo'rqash kerak. Shuning uchun tarix yozamiz. Nima uchun tarix yozamiz? Chunki tarix yozishning bir sababi hozirgi sharmandachiligimizningki yo'qolib ketmaydiganlikka tarixda ayon bo'ladi. Tarix yo'qotmaydi uni. Shunga sharmandachiligimizdan qochib qutulolmaymiz. Bugun qutulishimiz mumkin. Görünki qutuldik deb o'ylay olishimiz mumkin, ammo qutulolmaymiz. Tarix har vaqt bizni go'rdan tortib chiqarib, bizni so'roqlay oladi. Tarixdan qo'rqash kerak. Tarixda yaxshi nom qoldirishga tirishish kerak. Tarix bek shafqatsiz narsa. So'zim tugadi. Rahmat. Oxir bizningki bu ziyoli to'g'riliq suhbatimiz mushat oyoqlashdi. Men Timnala efendimga ko'pdan-ko'p rahmat. Aklar qatim biz davlatchilik va milliy manfaat degan temada Sadiq Xudoxo'r efendim bilan suhbat edib boramiz. Vaqt munosabati bilan boshqa gapni qilishning o'rni qolmadi. Hamma gapni men Timnala efendim deb bo'ldi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Hammanglarga ko'p rahmat. Xayr.